Fight for the title champion boxing bureau, the CIS, Slavic and Baltic countries, World Boxing Council, in the category Super Middleweight. Demak, do'stlar, diqqat qiling. Narin приглашается исполнительный директор боксерского бюро СНГ, славянских и балтийских стран Всемирного боксерского совета Александр Кербашев. Now, once again, I would like to invite Executive Director of the WBC CISBB, Mr. Alexander Kerbashev. And now, please welcome to the blue corner, Joseph Maigwisa from Tanzania. Where the corner ends, a bad man. Yo, you know enough for day after my brother, he greets me where I'm from, he greets well. Brother, don't be your hands again, be this. Dog, you really risk your life, your girl. I'm ready to risk it all. Roach Beats. Big ways, 5 days, 10 days. I don't dare wait for you, my charge. For you, my charge. You want the phone? No case. I no go talk. Scarface for you, my charge. For you, my charge. Take me everywhere you want to go. Tell me everything I want to know. No lies. No lie. Yeah, run am anyhow you want to run. Check out, baby girl, you fire fast, no doubt. No doubt. But you say, kill up. And his opponent, please welcome to the red corner, representing Uzbekistan, Nuruslan Ismailov. Up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, ties picking it up. Дорогие друзья, так как этот бой является титульным, звучит гимн государств, участников этого боя. Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, titul jangi bo'lgani uchun har ikkala bokschining davlat madhiyalari yangraydi. Marhamat.
Reportajimizdan davom ettiramiz do'stlar. Men aytib o'tganimdek, bu kecha Hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar, bo'ladigan jang He's 27 years old, professional wrestler, 25, 15 win, 11 by knockout, 5 loss, 2 by knockout. He's representing Tanzania, Marchenko Joseph Maikvisia. Do'stlar, e'tiborimizni qizil burchakka qaratamiz. U 2 karra O'zbekiston chempioni, 2 karra Osiyo chempioni. Professional natijasi 7 ta jang, 7 ta g'alaba, 7 tasi nokaut bilan. Olqishlaringiz
O'zbekiston farzandi, Qo'qon vakili Nurislom Ismoilov. O'zingiz eshitdingiz do'stlar, ma'lumotlarni Joseph Maigisiya, tanzaniyalik bokschi, raqibi mamlakatimiz vakili Nurislom Ismoilov, yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempioni, professional ringda birorta ham mag'lubiyatsiz odimini davom ettiryapti va bugun ham davom ettiradi-yu va mana shu kamarni do'stlar WBCning SISSB kamarini qo'lga kiritadi degan umiddamiz. Kamarni ushbu yo'nalish vakili qo'ydi. Olib chiqishdi. Biroz avval agar ko'rgan bo'lsangiz, omad tilaymiz yurtdoshimizga. Xotirjam, kuchli zarba egasi o'ng qo'lda qanday qarshi olyapti. Farg'ona viloyatidan, Qo'qon shahridan ushbu bokschimiz. Panchar. Raqib ham aytib o'tishimiz kerak. 5 ta g'alabasidan 11 tasini nokautga yetkazgan. Shoshmasdan boshlashdi. Ismoilov raqibiga biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chapaqay. Kombinatsiya amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Joseph ko'rib turibdi barchasini Nurislom. Faollikni oshirishgani yo'q. Endi 10 raund. Kamar uchun jang o'z qo'llar orasida olib kirishga muvaffaq bo'lyapti. Tanzaniyalik bokschi qilib kerak. Yaxshi. Qo'yda sezdi hozir. Joseph aynan mana shu zarba juda yo'llanishini shu sababdan ham qo'lini pastga tushirdi. Himoyani ushlab qoldi. Ikkilik zarbasi qorniga. Himoyani esdan chiqarmagan holda jangni davom ettiryapti Nurislom. Bir qadam unga qo'ygan holda hozir chap qo'lda to'g'ri yo'nalgan zarbani amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Himoyaga jiddiy e'tibor qaratyapti ikkala bokschi ham dastlabki raundda. Jab. Jabdan so'ng ikkinchi zarbani kutgan edik. Yana jab. Cross amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Joseph. Poylayotgan edi, mana shuni poylayotgan edi. Chap qo'lda qorin qismiga yo'llanayotgan zarbani oxiri yo'lladi. Yakuniy o'zi ham zarba qabul qilib oldi. Birinchi raund yakuniga yetdi. Bu yerda barcha hakamlar aynan xalqaro toifadagi hakamlar boshqaryapti. O'ng qo'lda jang avvalida, raund avvalida bo'lgan zarba. Bu esa javob qaytardi. Joseph Maigisiya ikkinchi raund. Round 2. İkinci round.
Keyinroq tanzaniyalik bokschi qancha faol boshladi. Ikkinchi raund tempni oshirishga harakat qilmoqda. Mana bunday ikkilik zarbalar bilan yetib olishga harakat qilyapti. Kutyapmiz biz ham faollikni. Himoyaga e'tibor berishyapti. Tutishga urinishyapti, ilgarilab ketishga. Ammo ehtiyot bo'lish kerak. Shunday pasdan yaxshi hujum amalga oshirildi. Kutilmaganda ikkita zarba, bittasi jigariga, Sezda qo'l pastga tushdi. Sezda chap qo'l yana yon taraflama zarba. Yana jigariga hozir zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi va klinchni jon saqlayapti. O'tdi oxir oqibati mana shu zarba. Qorniga Ramzan Ahmedov yana to'xtamasdan 3-zarbasini yo'llayapti. Ogohlantiradi. Referi ushlash mumkin emas deya. Nurislom endi juda ham faollikni oshirib borish kerak emas raund jang avvalida, ammo 1-2 zarba o'tgandan so'ng undan foydalanishni ham bo'lish lozim. O'tdi jigariga zarba. Yana poylayapti boshiga, atayin hozir boshini egayapti. Shu qorniga zarba o'tkazib yubormaslik uchun qalqiyapti. Ketdi Nurislom Ismoilov chap qo'l, o'ng qo'l zarba bilan, chunki boshiga bundan avval zarba o'tgan edi. Ana shundan qalqida o'ng qo'l, chap qo'l zarba jigariga ortidan. Qancha hali bir daqiqadan ko'proq vaqt bor. Ketyapti. Shoshmasdan chuqur himoyada tanzaniyalik bokschi Jeb o'tmoqda. Kombinatsiya orqali yoyish kerak. O'sha boshini egan pallada boshiga zarba o'tkazib yuborgan ekan jigarining o'rniga. Chap qo'l zarba o'tdi. Qarshilik ko'rsatyapti. Bitta tutib olish kerak. Mana shunday pallada kamar bo'ladi. Shoshmayapti, chalg'ityapti, aql bilan harakat qilyapti Nurislom. Qo'l joyida deb aytib o'tmoqda Ramzan Ahmedov. O'tdi. Yana bir zarba jigariga 25 soniya. Bitta kerak. Bitta aniq zarba mana shunday pallada. Mo'ljalga boradigan. Jab. Yana egidi boshini 10 soniya vaqt qolyapti. Ikkita zarba ketma-ket. Yana jab. Va raund yakuniga yetdi. O'sha boshini pastga biroz eggan vaziyatda zarba o'tganligini bizga o'ylaymiz kerak, so'zlarimiz namoyish etib berishadi, chunki o'sha vaziyatdan muammolar boshlandi. Undan avval ikkita zarba o'tkazib yubordi jigariga va o'sha jigarini himoya qilish maqsadida kelayotgan zarbaga egilishga urinib ko'rdi. Egilayotgan vaziyatda menimcha uppercut zarbasi o'tkazib yubordi. O'sha pastdan ko'tarildi zarba. Mana juda kuchli zarba, og'riqli zarba. Peshonasiga o'tkazib yubordi. Keyin qalqib ketdi. Oyog'iga e'tibor bering, qalqib ketdi. Referi diqqat bilan jarayon kuzatib turdi. Mana bu yerda himoyasini yorib o'tdi. Chuqur himoyaga o'tib ketgan edi. Joseph Mayga visiya. 3-chi raund. Round 3, 3-chi raund. Tanzaniyalik bokschi yana faollikni oshirishga harakat qilyapti. Chap qo'l jigariga, o'ng qo'l boshiga Sezda yana zarbasi o'tganligini darhol oldinga tashlangan vaziyatda klinchda jon saqlab qoldi. Qolyapti, shaxmat partiyasini deyapti, qarang. Raqibni o'ziga chorlayapti, 2 qadam ortga. Yana chorlaydi. Savdochi mana bunday harakatlar raqib hujum amalga oshirish uchun, raqib harakatni boshlash uchun boshlamadi va bir zarba bilan jigariga jon saqlayapti. Yana klinch. O'tmadi. Hozir zarba. Yaxshi o'ylangan edi bu kombinatsiya.
Nurislom ijrosida. Jab o'tyapti. U yo'llanadi, chunki raqib qochib ketgan. Yo'nalishdan chiqib ketgan. Yana qo'ylayapti, yana chorlayapti o'ziga. Nurislom va mana buni tutib olyapti. Jab bilan chap qo'l zarba o'tsaydi. O'ng qo'liga e'tibor bermasa ham, jabni o'tkazib yuborsa ham chap qo'lidan nigohini uzmayapti tanzaniyalik bokschi. Raqibini chap qo'lidan. Oxiri to'g'ridan yo'lingan zarba. Ortidan jigariga yo'lladi-yu, o'tmadi. Himoyaga tegyapti. Bu zarba so'nggi daqiqa o'tib boryapti 3-raund. Chaqiruvchi harakatlar. O'ziga chorlab kutib olib, bilib turibdi. Maygvisiya bilib turgan holda bormayapti shunchaki. Jarohat Nurislom. Zarba natijasida emas, katta ehtimol bilan bosh to'qnashuvda. Seconds out. Musiqa Xumoreniga yig'ilgan muxlislarni ham anchagina jonlantirdi. Demak, 4-chi. Kutyapti Nurislom. Boshini juda egib yubordi, ogohlantiradi referi. Asta sekin taqib qilyapti. Endi poylayapti. Nurislom poylayapti, ammo mana shu poylash jarayonida o'zi ham zarba o'tkazib yubormasligi kerak. Muhim. Jigariga yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Bir qadam oldinga tashlayapti. Chap qo'l endi zarba o'tdi. Mana shu kombinatsiya yakunida yana bitta kerak. Va shturm! Qanday nokaut do'stlar! Nurislom Pancher Ismoilov o'tkazsa bo'ldi edi. Tutib olsa bo'ldi edi. Mana shunday zarbaga ega bokschimiz og'ir nokautga uchratmoqda raqibini. Xotirjam, sekin poyladi, ushladi, tutdi va g'alaba qozondi. Butun arenani o'rnidan turishga majbur qildi mana shu zarbasi bilan.
Bejizga emas, 7 ta jang, 7 ta KO. 8-inchisi bu. 8-inchisi. O'yin esa xotirjam. Ravz Ahmedov. Murabbiya. Ortiq ehtiros yo'q. Faqatgina kamarni qabul qilib olish qoldi xolos. Rasmiy e'lonni kutib qolamiz. Kamar tayyor. Reyasiga yetkazilishiga tayyor. Официальный результат этого боя, друзья. В этом бою в 4-м раунде, первая минута 26 секунда. Победу одерживает с нокаутом. Красный угол. Нур-Ислам Исмаилов. Узбекистан. Nurislom Ismoilov. Боксерского бюро СНГ, славянских и балтийских стран Всемирного боксерского совета. Весовой категории второй средний вес. Завоевал Нуриslom Ismoilov. Ikkinchi o'rta vazn toifasida WBC CISSB kamarni qo'lga kiritmoqda. Middleweight was won Nurislom Ismoilov Xotirjam. from Uzbekistan. Qo'qon. G'alabali odimi bardavom bo'lsin. Sportchimizni omad tilaymiz.